Ibn Mas'ud yana aytadi: "La an a'adda ala jamratin hatta tabruda ahabbu ilayya min an aqula li shay'in qad qadahu Allahu laytahu lam yakun." Alloh menga bir narsani qazo qilib, yaxshi aytib beringlar. Qazo qadarimizda bor ekan. Shu bo'lmaganda edi deganimdan ko'ra, og'zimga cho'q solib yoki qo'limga cho'q solib, sovuguncha ushlab turganim yaxshiroq degan ekan. Hali o'lim bo'lganda, musibat kelganda bilinadi odam. Qayerdan ham bo'ldi shu narsa, shu bo'lmaganda mayli edi. Mana o'rniga men o'lsam mayli edi, ishongan tog'im bog'im deydi-yu, musibat kelganda odam kimligi bilinib qoladigan qisqasi. Qalbimizdagi chiqib ketadi bu yoqqa. Qalbda olimlar machalkiga o'xshatgan. Machalki siqilganda nima borligi chiqadi, ungacha turaveradi. Yuragi siqilganda yo so'kib beradi do'stlaringiz. Biz yaxshilab olaydi. Namoson, taqvodor, problema kelganda ko'rasiz. Shuni bilaylikki, Alloh taolo bizga hammadan ko'ra mehribonroq. O'zimizdan ko'ra mehribonroq. O'zimiz mana bo'lsa yaxshi deb o'ylaramiz-ku. Alloh taolo Qur'oni Karimda asa an takrahu shay'un wa huwa khayrul lakum. Sizlar yaxshi deb o'ylagan narsa yomon bo'lishi mumkin, sizlar yomon deb o'ylagan narsa yaxshi bo'lishi mumkin. Shuning uchun Ibn Mas'ud aytayaptiki, "Yo men Allohga roziman deyman. Nima muammo kelsa ham" deb aytgan ekan.